Bugun men juda muhim masalani tushuntirib beraman. Uy-joyingiz, hovlingiz yoki kvartirangiz qaysi holatlarda tortib olinishi mumkin? Qaysi holatlarda hech kim unga tega olmaydi? Va eng asosiysi, siz o'zingizni qanday himoya qilishingiz kerak? Bu ma'lumot har bir oila uchun kerak. Chunki bitta noto'g'ri hujjat, bitta e'tiborsiz qarz, bitta ro'yxatdan o'tmagan qurilish ertaga katta muammoga aylanishi mumkin. Hozir internetda uyingizni tortib olishadi. Yangi qonun chiqdi, hamma ko'chada qoladi degan gaplar ko'paydi. Men bugun vahima tarqatmayman, lekin xavfni ham yashirmayman. Qonunlarni oddiy tilda, hayotiy misollar bilan tushuntiraman. Videoni oxirigacha ko'ring. Chunki oxirida men sizga aniq ro'yxat beraman. Qayerga borish kerak, qaysi hujjatlarni tekshirish kerak, qanday ariza yozish kerak. Hozirning o'zida kanalga obuna bo'ling, videoga like bosing. Chunki bunday ma'lumotni odamlar ko'pincha muammo eshikni taqillatgandan keyin izlaydi. Siz esa oldindan tayyor bo'ling. Avvalo eng muhim narsani aytaman. Hech kim sizning qonuniy rasmiylashtirilgan uyingizni shunchaki kelib, endi bu bizniki deb olib qo'ya olmaydi. Uy-joy xususiy mulk hisoblanadi va xususiy mulk qonun bilan himoya qilinadi. Lekin shu bilan birga ayrim holatlarda uy-joyga nisbatan majburiy choralar qo'llanishi mumkin. Masalan, katta qarzlar bo'lsa, sud qarori bo'lsa, ipoteka to'lanmasa, yer yoki uy noqonuniy egallangan bo'lsa, qurilish hujjatsiz qilingan bo'lsa yoki davlat va jamiyat ehtiyoji uchun yer olib qo'yilsa. Oldin odamlar ko'pincha men bu uyda 20 yildan beri yashayman, demak muammo bo'lmaydi deb o'ylardi. Yoki bobomdan qolgan hovli hujjat bo'lmasa ham hamma biladi-ku bizniki ekani derdi. Lekin hozir kadastr, elektron reyestr, sud ijrosi, soliq, bank tizimlari bir-biri bilan ko'proq bog'lanib bormoqda. Ilgari qog'ozda qolib ketgan kamchilik bugun elektron bazada ko'rinib qolishi mumkin. Ilgari mahallada kelishib yurilgan masala bugun rasmiy tekshiruvda muammo bo'lib chiqishi mumkin. Nima o'zgardi? Asosiy o'zgarish shuki, davlat organlari ko'chmas mulkka doir ma'lumotlarni aniqroq tekshiryapti. Noqonuniy qurilishlar, o'zboshimchalik bilan egallangan yerlar, qarz evaziga undiriladigan mulklar bo'yicha nazorat kuchaymoqda. Bu hammani ko'chaga chiqarish degani emas, lekin hujjati chala, qarzi katta, ipotekasi to'lanmayotgan, meros masalasi hal qilinmagan yoki uyni garovga qo'yib, keyin e'tibor bermay yurgan odamlar albatta xavf guruhida. Men buni oddiy misol bilan tushuntiraman. Agar sizning hovlingiz kadastrdan o'tgan, mulk huquqingiz davlat ro'yxatidan o'tgan, yer hujjatlari joyida, soliq qarzingiz yo'q, bank oldida majburiyatingiz yo'q, sud qarori yo'q bo'lsa, siz vahimaga tushmang. Lekin agar siz hujjatlar eski, kadastr qilinmagan, uy otamning nomida, otam vafot etgan, meros ochilmagan, ipoteka to'lovini 8 oydan beri to'lamadik, qo'shnim bilan yer chegarasi bo'yicha nizo bor, hovlining bir qismini o'zboshimchalik bilan kengaytirgan desangiz, unda albatta harakat qilish kerak. Birinchi xavf guruhi ipoteka yoki kredit evaziga uy olganlar. Agar siz bankdan ipoteka olgan bo'lsangiz, uy ko'pincha garovda turadi. Bu degani bank darhol uyingizni tortib oladi degani emas. Bank ham birinchi kundan sudga yugurmaydi. Odatda ogohlantirish beradi. Qayta tuzish, kechiktirish, jadvalni o'zgartirish imkoniyatlari bo'ladi. Lekin siz umuman to'lamasangiz, telefonni ko'tarmasangiz, xatlarni olmasangiz, o'zi bir gap bo'lar deb yursangiz, bank sudga murojaat qilishi mumkin. Sud qaroridan keyin ijro ishi ochiladi. Keyin garovdagi mulk auksionga chiqarilishi ehtimoli paydo bo'ladi. Masalan, bir oila 250 million so'mlik kvartirani ipoteka asosida oldi. Boshlang'ich badal 7 million, qolgan 2,5 million bank krediti. Birinchi 2 yil yaxshi to'lashdi. Keyin ish joyi o'zgardi, daromad kamaydi, to'lovlar 6 oyga kechikdi. Qarzdorlik asosiy qarz foiz penya bilan 35 million so'mga yetdi. Agar bu oila bankka borib, rasmiy ariza bilan qayta moliyalashtirish yoki to'lov muddatini uzaytirishni so'rasa, muammoni hal qilish imkoniyati bor. Lekin agar ular yashirinib yursa, suddan kelgan xatni olmasa, ijro xabarlariga e'tibor bermasa, oxir-oqibat kvartira auksionga chiqishi mumkin. Bu yerda qonun uyimni tortib oldi emas, balki men shartnoma bo'yicha majburiyatni bajarmadim holati bo'ladi. Ikkinchi xavf guruhi katta qarzdorlar. Bu faqat bank krediti emas. Aliment, soliq, jarima, boshqa odam oldidagi qarz, tadbirkorlik qarzi. Sud orqali undiriladigan majburiyatlar bo'lishi mumkin. Agar sud qarori bilan sizdan pul undirish belgilangan bo'lsa, ijro organi avval hisob raqamlar, ish haqi, avtomobil, boshqa mol-mulkni tekshiradi. Agar qarz katta bo'lsa, ko'chmas mulk ham xatlovga olinishi mumkin. Lekin bu ham darhol uy musodara qilinadi degani emas.
Qo'lida tartib bor, qarzdorning huquqlari bor, baholash, xabarnoma, shikoyat qilish imkoniyati bor. Hayotiy misol. Odam 1 million so'm qarz oldi, tilxat berdi, qaytarmadi. Qarzdor ustidan sudga da'vo berildi, sud qarorini chiqardi. Qarzdor nomida faqat bitta hovli bor deb o'ylaydi. Lekin uning nomida yana dala hovli yoki ikkinchi kvartira bo'lsa, ijro birinchi navbatda shu mulklarni ko'rishi mumkin. Agar qarzdor uyini oldindan qarindoshining nomiga o'tkazib qo'ymoqchi bo'lsa, bu ham xavfli. Sud bunday bitimni soxta yoki qarzdan qochish maqsadida qilingan deb topishi mumkin. Demak, qarzni yashirish emas, rasmiy kelishuv, bo'lib to'lash, sud qarorini ijro qilish rejasini tuzish kerak. 3-xavf guruhi hujjatsiz qurilgan uylar va o'zboshimchalik bilan egallangan yerlar. Bu eng og'riqli masala. Ko'p odam mahalla biladi. Hokimiyatda tanishimiz aytgan, oldin hamma shunday qilgan deb yerga uy solgan. Lekin yer ajratish, qurilishga ruxsat, loyiha, kadastr, foydalanishga qabul qilish kabi hujjatlar bo'lmasa, uy qonuniy himoyada zaif bo'ladi. Ayniqsa yo'l, kanal, elektr tarmog'i, gaz quvuri, himoya zonasi, davlat zaxira yeri, qishloq xo'jaligi yeri kabi joylarda qurilgan bo'lsa, muammo juda jiddiy bo'lishi mumkin. Misol, bir fuqaro 6 sotiq yerda yashayman deb o'ylaydi. Kadastr hujjatida esa 4 sotiq ko'rsatilgan. Qolgan 2 sotiq yon tomondagi bo'sh yerdan qo'shib olingan. U yerga garaj va qo'shimcha xona qurilgan. Yillar davomida hech kim tegmagan. Keyin hududda tekshiruv bo'ldi yoki qo'shni shikoyat qildi. Kadastr o'lchovi chiqdi. Natijada noqonuniy qo'shib olingan qism bo'yicha buzish talabi kelishi mumkin. Fuqaro mening uyimni tortib olishmoqchi deydi. Aslida esa hujjatda bo'lmagan qism bo'yicha nizo yuzaga kelgan bo'ladi. 4-xavf guruhi meros rasmiylashtirilmagan uylar. Bu juda ko'p uchraydi. Ota yoki ona vafot etgan, uy ularning nomida qolgan. Farzandlar o'sha uyda yashayapti, lekin merosga egalik qilish hujjatlarini olmagan. 5 yil, 10 yil, hatto 20 yil o'tadi. Keyin bir merosxo'r kelib ulushini talab qiladi. Yoki uy sotilmoqchi bo'ladi. Lekin notarius mulk egasi vafot etgan. Meros hujjati kerak deydi. Yoki qarz masalasi chiqadi. Yoki boshqa merosxo'rlar o'rtasida sud boshlanadi. Shunda odam uyimni tortib olishadi deb qo'rqadi. Misol 3 aka-uka bor. Hovli otaning nomida, ota vafot etgan. Katta o'g'il hovlida yashaydi. Kichiklari boshqa joyda. 12 yildan keyin kichik o'g'il kelib, mening ulushim bor deydi. Agar meros vaqtida rasmiylashtirilmagan bo'lsa, sudga borish, muddatni tiklash, ulushlarni aniqlash masalasi chiqadi. Katta o'g'il, men shu uyni ta'mirladim, tomini yopdim, 1 million sarfladim deydi. Bularning hammasi isbot talab qiladi. Shuning uchun merosni kechiktirmaslik kerak. 5-holat davlat va jamiyat ehtiyoji uchun yer olib qo'yilishi. Bu eng ko'p noto'g'ri tushuniladigan masala. Agar hududdan yo'l, ko'prik, metro, maktab, shifoxona, kommunikatsiya yoki boshqa davlat ahamiyatidagi obyekt o'tish kerak bo'lsa, ayrim yer uchastkalari olib qo'yilishi mumkin. Lekin bu jarayon kompensatsiyasiz, ogohlantirishsiz, tartibsiz bo'lishi kerak emas. Mulkdor bilan muzokara, baholash, teng qiymatdagi uy yoki pul kompensatsiyasi, ko'chirish xarajatlari kabi masalalar bo'lishi kerak. Agar sizga taklif qilinayotgan kompensatsiya bozor narxidan past bo'lsa, siz baholash natijasiga e'tiroz bildirishingiz, mustaqil baholovchi jalb qilishingiz, sudga murojaat qilishingiz mumkin. Masalan, fuqaroning hovlisi markaziy ko'cha kengaytirish hududiga tushdi. Hovli 5 sotiq, uy 180 kvadrat metr, ta'miri yaxshi. Taklif qilingan kompensatsiya 600 million so'm. Lekin shu hududda shunga o'xshash uylar 900 milliondan 1 milliard 100 milliongacha sotilyapti. Bunday holatda fuqaro darhol rozi bo'lib imzo qo'ymasligi kerak. Avval baholash hisobotini so'rashi, bozor narxlarini yig'ishi, mustaqil baholovchi xulosasini olishi, muzokara qilishi, kerak bo'lsa advokat bilan sudga chiqishi kerak. Kimlar ortiqcha vahimaga tushmasin. Agar uyingiz sizning nomingizda kadastrdan o'tgan bo'lsa, barcha hujjatlar bor bo'lsa, ipoteka yoki garov yo'q bo'lsa, katta sud qarzingiz yo'q bo'lsa, uy noqonuniy qurilmagan bo'lsa, yer chegarasi hujjatga mos bo'lsa, sizga kelgan har qanday qo'rqituvga ishonmang. Ko'pincha firibgarlar ham shunday qo'rquvdan foydalanadi. Yangi qonun chiqdi. Uyingizni saqlab qolib beraman, menga pul bering deydiganlar chiqishi mumkin. Men bunday holatda hech kimga naqd pul bermaslikni, faqat rasmiy idora, rasmiy kvitansiya, rasmiy ariza orqali ish yuritishni maslahat beraman. Birinchi nozik nuqta yagona uy masalasi. Odamlar orasida agar bitta uyim bo'lsa hech kim tegolmaydi degan tushuncha bor. Bu ayrim holatlarda to'g'ri bo'lishi mumkin, lekin hamma vaziyatda emas. Masalan,
oddiy qarz undiruvida qarzdorning yagona yashash joyiga nisbatan cheklovlar bo'lishi mumkin. Lekin uy ipoteka bo'yicha aynan garovga qo'yilgan bo'lsa, vaziyat boshqacha. Siz bank bilan shartnoma tuzganingizda aynan shu uy garov ekaniga rozilik bergansiz. Demak, bu mening yagona uyim degan gap ipoteka garovi bo'yicha har doim ham himoya bo'lib bermaydi. Ikkinchi nuqta. Uy xotindan birining nomida bo'lsa ham oilaviy mulk bo'lishi mumkin. Masalan, nikoh davrida olingan kvartira faqat erning nomida rasmiylashtirilgan. Keyin qarzga botdi yoki uyni sotmoqchi bo'ldi. Xotin, bu mening ham ulushim deyishi mumkin. Yoki aksincha, xotin nomidagi uy asli nikoh davrida olingan bo'lsa, erning ham huquqi bo'lishi mumkin. Shuning uchun ko'chmas mulk bilan bog'liq bitimlarda xotinning roziligi. Notarial tartib mulkning qachon olingani juda muhim. 3-nuqta. Ro'yxatda turish mulk huquqi bermaydi. Ko'pchilik men shu uyda propiskadaman, demak uyda haqqim bor deydi. Ro'yxatda turish yashash bilan bog'liq masala. Lekin avtomatik ravishda mulkdor qiladi degani emas. Agar siz uyning egasi bo'lmasangiz, merosxo'r bo'lmasangiz, ulushingiz bo'lmasa, faqat ro'yxatda turganingiz uchun uy sizniki bo'lib qolmaydi. Shu bilan birga ro'yxatda turgan voyaga yetmagan bolalar, nogironlar yoki himoyaga muhtoj shaxslar bo'lsa, ko'chirish jarayoni murakkablashishi mumkin, lekin mulk huquqi masalasi alohida ko'riladi. 4-nuqta. Og'zaki kelishuv sizni yetarli darajada himoya qilmaydi. Men ukamga $20,000 berdim. Uy uning nomida, lekin aslida meniki degan gap sudda isbot talab qiladi. Pul o'tkazmasi, tilxat, shartnoma, guvohlar, ta'mir xarajatlari, hujjatlari bo'lmasa, isbotlash qiyin. Uy-joy masalasida qarindoshchilikka ishonib, hujjatsiz ish qilish eng katta xatolardan biri. Bugun munosabat yaxshi bo'lishi mumkin. Ertaga meros, ajrim, qarz, o'lim, kelin-kuyov, farzandlar masalasi chiqsa, hamma narsa o'zgaradi. 5-nuqta. Auksiondan uy olishda ham ehtiyot bo'lish kerak. Ba'zi odamlar arzon uy chiqdi deb ijro auksiondan sotib oladi. Lekin keyin uyda yashayotgan odamlar chiqmaydi. Sudga shikoyat qiladi, baholashga e'tiroz bildiradi. Bolalar ro'yxatda bo'ladi. Auksion qonuniy bo'lsa ham amaliy jarayon cho'zilishi mumkin. Shuning uchun auksiondan oldin mulkning hujjatlarini, bandlik holatini, sud nizolari bor yo'qligini, qaror kuchga kirgan kirmaganini tekshirish kerak. 6-nuqta. Kadastrdagi xato ham katta muammo keltiradi. Masalan, hujjatda uy maydoni 9 kvadrat metr, amalda 1600 kvadrat metr. Qo'shimcha qavat qurilgan, lekin rasmiylashtirilmagan. Siz uyni sotmoqchi bo'lsangiz, bank garovga olmoqchi bo'lsa, meros rasmiylashtirilsa yoki tekshiruv bo'lsa, shu tafovut chiqadi. Qonuniylashtirish imkoniyati bo'lishi mumkin, lekin har doim ham emas. Ayniqsa qurilish me'yorlariga zid, qo'shni uchastkaga kirib ketgan, xavfsizlik zonalariga tushgan bo'lsa, rasmiylashtirish qiyinlashadi. 7-nuqta. Xabarnomalarni e'tiborsiz qoldirmang. Suddan, bankdan, ijro organidan, kadastrdan, hokimiyatdan kelgan xatni olmaslik muammoni yo'q qilmaydi. Aksincha, siz o'z himoya imkoniyatingizni boy berasiz. Ko'p odam xatni olmasam, ish yurmaydi deb o'ylaydi. Bu noto'g'ri. Qonunda xabardor qilingan deb hisoblash tartiblari bor. Siz qatnashmagan majlisda qaror chiqishi, keyin ijro boshlanishi mumkin. Shuning uchun har bir xatni o'qing, sanasini yozib qo'ying, nusxa oling, javob muddatini o'tkazib yubormang. Endi men sizga aniq harakat rejasini aytaman. 1-qadam, uyingizning hujjatlarini tekshiring. Sizda kadastr hujjati, davlat ro'yxatidan o'tganlik ma'lumoti, oldi sotdi sharti, adliya shartnomasi, meros guvohnomasi, hokim qarori yoki boshqa asoslovchi hujjat bo'lishi kerak. Agar hujjatlar eski bo'lsa, ularni yangilash yoki elektron bazadagi ma'lumot bilan solishtirish kerak. 2-qadam, kadastr idorasiga yoki davlat xizmatlari markaziga murojaat qiling. Ko'chmas mulkingiz bo'yicha ko'chirma oling. Unda mulkdor kim? Yer maydoni qancha? Bino maydoni qancha? Garov yoki taqiq bormi? Sud cheklovi bormi? Ijro taqiqi bormi? Shular ko'rinadi. Ba'zan odam uy o'ziniki deb yuradi, lekin ba'zida hali eski egasi turadi. Yoki bank garovi allaqachon yopilgan, lekin garov belgisi yechilmagan bo'ladi. Bularni vaqtida tozalash kerak. 3-qadam. Agar ipoteka yoki kredit bo'lsa, bankka borib qarzdorlik holatini yozma ravishda oling. Faqat telefon orqali qancha qoldi deb so'ramang. Rasmiy ma'lumot so'rang. Asosiy qarz, foiz, penya, kechikkan kunlar, garov holati. Agar to'lash qiyin bo'lsa, bankka ariza yozing. Arizada shunday mazmun bo'lsin. Daromadim vaqtincha kamaygani sababli to'lov jadvalini qayta ko'rib chiqishingizni, muddatni uzaytirishingizni yoki penya hisoblashni to'xtatib turish masalasini ko'rib chiqishingizni so'rayman.
Arizani 2 nusxada bering. Bir nusxasiga qabul qilingan sana va raqam qo'ydiring. 4-qadam, qarzingiz bo'lsa, yashirinmang. Agar sud qarori chiqqan bo'lsa, ijro organiga boring. Qarzni bo'lib to'lash bo'yicha ariza bering. Sudga ham ijroni kechiktirish yoki bo'lib ijro etish haqida murojaat qilish mumkin. Albatta daromad, oila ahvoli, bolalar soni, kasallik, ish haqi, boshqa majburiyatlar bo'yicha hujjatlarni ilova qiling. Shunchaki pulim yo'q deyishgan, isbot kerak. 5-qadam, meros masalasini hal qiling. Agar uy vafot etgan ota-ona yoki boshqa qarindosh nomida qolgan bo'lsa, notariusga boring. Vafot etganlik guvohnomasi, tug'ilganlik guvohnomalari. Nikoh hujjatlari, uy hujjatlari, merosxo'rlar ro'yxati kerak bo'ladi. Agar muddat o'tib ketgan bo'lsa, advokat yoki yurist bilan maslahat qiling. Chunki ayrim holatlarda sud orqali muddatni tiklash yoki merosni qabul qilganlik faktini belgilash mumkin. 6-qadam, noqonuniy qo'shimcha qurilish bo'lsa, uni yashirib yurmang. Imkon qadar qonuniylashtirish yo'lini tekshiring. Arxitektura bo'limi, kadastr, davlat xizmatlari markazi orqali ma'lumot oling. Qurilish me'yorlariga mos keladimi? Qo'shni bilan chegara buzilmaganmi? Xavfsizlik zonasida emasmi? Shularni aniqlang. Agar rasmiylashtirish mumkin bo'lsa, jarayonni boshlang. Agar mumkin bo'lmasa, hech bo'lmaganda xavfni biling va keyingi bitimlarda odamlarni aldamang. 7-qadam, davlat ehtiyoji uchun olib qo'yish bo'yicha xabar kelsa, darhol imzo qo'ymang. Avval qarorni, asosni, baholash hisobotini, kompensatsiya hisob-kitobini so'rang. Uyingizning rasmlarini oling. Ta'mir xarajatlari bo'yicha chek va shartnomalarni yig'ing. Bozor narxlarini solishtiring. Mustaqil baholovchi chaqirishdan qo'rqmang. Agar taklif adolatsiz bo'lsa, yozma e'tiroz bering. Og'izdagi janjal emas, yozma hujjat muhim. 8-qadam, har bir hujjatning nusxasini saqlang. Uy hujjatlari, soliq to'lovlari, kommunal to'lovlar, ta'mir shartnomalari, bank to'lovlari, sud xatlari, arizalar, javoblar alohida papkada tursin. Men doim aytaman, uy-joy masalasida hujjati kuchli odamning ovozi ham kuchli bo'ladi. Hujjatsiz odam esa ko'pincha haq bo'lsa ham isbotlashda qiynaladi. 9-qadam, firibgarlardan ehtiyot bo'ling. Men hokimiyatdan hal qilib beraman, kadastrini yopib beraman, sud ijrochisini to'xtataman, bankdagi odam bor deganlarga ishonmang. Bunday yo'l nafaqat pulingizni yo'qotadi, balki sizni yanada og'ir vaziyatga soladi. Har qanday to'lov rasmiy bo'lsin, har qanday xizmat shartnoma bilan bo'lsin, har qanday vakilga ishonchnoma berishdan oldin uni tekshiring. 10-qadam. Murakkab ishda mutaxassisga murojaat qiling. Agar uyingiz auksionga chiqish arafasida bo'lsa, agar suddan da'vo kelgan bo'lsa, agar meros nizosi bo'lsa, agar budish haqida ogohlantirish olgan bo'lsangiz, bitta video bilan cheklanib qolmang. Advokat yoki tajribali yuristga hujjatlarni ko'rsating. Chunki har bir ishning mayda tafsiloti bor. Sana, imzo, xabarnoma, shartnoma bandi, kadastr chegarasi, sud muddatlari hammasi natijaga ta'sir qiladi. Demak, asosiy fikr shuki, qonuniy hujjatlari joyida. Qarz va garov muammosi yo'q uyni hech kim shunchaki tortib olmaydi. Lekin ipoteka to'lanmasa, katta qarz sudga tushsa, uy garovda bo'lsa, yer noqonuniy egallangan bo'lsa, qurilish hujjatsiz bo'lsa, meros rasmiylashtirilmagan bo'lsa yoki davlat ehtiyoji masalasi chiqsa, uy-joyingiz xavf ostida qolishi mumkin. Men sizni qo'rqitmoqchi emasman. Men sizni uyg'otmoqchiman. Eng katta xato hali vaqt bor. Menga tegmaydi. Hamma shunday yashayapti deb yurish. Bugun hujjatni tekshirgan odam ertaga uyini himoya qiladi. Bugun bank bilan gaplashgan odam ertaga auksiondan qutulishi mumkin. Bugun merosni rasmiylashtirgan odam ertaga aka-uka bilan sudlashmaydi. Izohlarda yozing. Sizning uyingiz hujjatlari joyidami? Kadastr qilinganmi? Ipoteka yoki meros masalasi bormi? Men keyingi videolarda eng ko'p berilgan savollarni alohida tushuntirib beraman. Videoga like bosing, kanalga obuna bo'ling va yaqinlaringizga ham yuboring. Chunki bitta vaqtida ko'rilgan video butun oilaning uyini saqlab qolishi mumkin.